Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Nega avtobus yoki tramvayda kattalarga joy berish kerak? Chunki bu hurmat va odob belgisi. Nega ko'cha bo'ylab yugurmasligimiz kerak? Chunki bu xavfli va o'zingizni ham boshqalarni ham jarohatlashi mumkin. Nega uy ishlarini ota-onaga aytmasdan qilish yaxshi? Chunki ularni quvontiradi va mas'uliyatni oshiradi. Nega hayvonlarga qichqirmaslik kerak? Chunki ular qo'rqib ketadi va o'zini yomon his qiladi. Nega odamlar bilan o'yinchoqlarimizni bo'lishish kerak? Chunki bo'lishish do'stlikni mustahkamlaydi. Nega tartibli bo'lish foydali? Chunki tartib ishlarimizni osonlashtiradi va vaqtni tejaydi. Nega yomon so'z ishlatmaslik kerak? Chunki bu odamlarni xafa qiladi va hurmatni kamaytiradi. Nega qiyinchiliklarga chidash muhim? Chunki chidamli odamlar maqsadlariga tez yetadi. Nega o'rtoqlarimiz bilan kelishmovchilikda urushmaslik kerak? Chunki gaplashib muammoni hal qilish yaxshiroq. Nega ovqatdan keyin rahmat aytish kerak? Chunki bu minnatdorchilik va odob belgisi. Nega ortiqcha ovqatni isrof qilmaslik kerak? Chunki uni boshqa odamlarga yoki hayvonlarga foydali qilish mumkin. Nega maktab formasini toza saqlash kerak? Chunki tozalikka rioya qilish tartibli va intizomli bo'lishni ko'rsatadi. Nega ota-onadan ruxsat so'ramasdan hech qayerga bormaslik kerak? Chunki bu xavfsizlik uchun muhim. Nega boshqalarning narsalarini so'ramasdan olmaslik kerak? Chunki bu halollik va ishonch belgisi. Nega bozor yoki do'konda shovqin qilmaslik kerak? Chunki bu odob va boshqalarga hurmatdir. Nega har kuni yangi bilim o'rganishga harakat qilish kerak? Chunki bilim kelajak eshigini ochadi. Nega boshqa odamlarni maza qilmaslik kerak? Chunki ularning qalbini og'ritadi. Nega tejamkor bo'lish foydali? Chunki kelajakda zarur narsalarni olish uchun imkon beradi. Nega tabiatda gul va daraxtlarni sindirmaslik kerak? Chunki ular ham tirik va bizga foyda keltiradi. Nega yaxshi do'st topish muhim? Chunki yaxshi do'st hayotingizni quvonchga to'ldiradi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.